Namanganda nimalar bor ko'ringlarchi. Zil 131 da mana shunday tarzda tayyorlangani. Bu bir hafta bo'lib qoldi desam tayyor bo'lganiga. Assalomu alaykum rahmatulloh. Utilizatsiya haqida ikkinchi qism video va bu o'sha juda muhim video. Uni oxirigacha ko'ringlar. Bu aynan petitsiya, ya'niki barcha mana shu yerda qancha ko'p sizlar mana shu videodan to'g'ri xulosa qilib fikrlaringizni qo'ysalaringiz, bilamanki davlat rahbariyati prezidentdan boshlab vazir janoblari, muftiyat, tem bo'la Ramazon oyi kelyapti. Shu videoni ko'rib to'g'ri xulosalar chiqarib oddiy xalqning ohu-vohini, dardini eshitadilar degan umiddaman. Shuning uchun videoni diqqat bilan ko'rib, avval oqibatda petitsiyaga qo'shilaman degan kommentariyada men yozaman va kommentariyalarda faolroq bo'linglarki, toki rahbariyat to'g'ri xulosalar qilsinlar. Videoni boshida ko'rganimizdek, mana shunaqa Soyuz paytida chiqarilgan gaz, zil mashinalari, bularni zadniy moslari ham juda baquvvat, yaxshi temirdan qilingan va bular tashiydigan yuklarni O'zbekiston sharoitida, aynan O'zbekiston qishloq xo'jaligida ham, soxton qurilishida ham tengi yo'q mashinalar hisoblanadi. Va agar biz hozir bularni ko'rona uzoqni ko'zlamasdan agar yo'q qilsak, kelinglar bo'lmasa plus va minuslar haqida gaplashaylik. Eski mashinalarni yo'q qilishni kelinglar birinchi plusini aytaylik, lekin minusi ko'proqligini keyin tushunib olasizlar. Plusi to'g'ri, shaharda eski mashinalar kam bo'ladi, deylik zamonaviy mashinalar ko'proq ko'zga ko'rinadi. Va Qo'shtirnoq ichida sizlar o'ylaganchilik yaqibi havo tozalanadi. Deylik sizlarga ishondik. Ana endi minuslarga kelaylik. Xuddi videoni boshida ko'rganingizdek, mana bu mashinani qaranglar. Qancha ichiga kartoshka to'ldirilgan. Va barcham shu optim bozorlarga boradigan yoki oddiy O'zbekiston fuqarosi doimo ko'radi-da, demak qishloq xo'jaligida ham, boshqa joylarda ham mana shularda tarang qilib kartoshka, piyoz, sabzi, poliz mahsulotlari aynan bozorlarga mana shunaqa katta hajmda olib kelinadi. Agar shularni keyin bo'lak qilib yetkazaman deb o'ylagan bo'lsalaringizlar, hozir itak bizlarga kartoshka, piyoz, sabzi, asnovnoy sabzavotlar ham o'ta qimmat, to'g'rimi? Deylik bu mashinalar hozir o'ylovsiz yo'q qilinsa, buni jabrini ne только o'sha shofyorlar ko'radi. Buni jabrini butun O'zbekiston o'zini shkurasida, o'zini terisida va o'zini kashilyokida чувствовать qiladi. Nega deganda, deylik Xitoy mashinalari bunchalik yuk ko'tarmaydi va qishloq xo'jaligiga kirdi-chiqdiga u mashinalar dosh bermaydi. Bir-ikki adashib kirib qolishi mumkin, lekin keyingi safar unaqa yuk bilan chiqa olmasligi ham mumkin. Va bu logistikani narxini ko'taradi. Logistika narxi ko'tarilsa agar avtomatik tarzda qarabmizki, itak O'zbekistonda narx-navolar osmonda, to'g'rimi? Va mana shu oddiy kartoshka, sabzi, piyoz, yo sezonni deylik, tarvuz, qovun, boshqa narsalar yanada narxi oshadi. Demakki, bu hozir uzoqni ko'zlanmagan qaror. Bunga ko'z yumib, hozir biz bu mashinalarni yo'q qilib olsak, prosta metallomga topshirib olsak, yillar davomida O'zbekiston xalqi qimmat polis dehqonlar va bog'bonlar mahsulotini o'z dasturxonida ko'radi. Bu ham bir sizlarga bir fikrlash uchun o'ylov. Undan tashqari, bu mashinada ko'rayotganimizdek, qarasizlar qancha somon ortilgan. Xuddi shunaqa somon, shluxa, kombikor va boshqa narsalar aynan shunaqa mashinalar tashiydi. O'zi bizda itak, qora moldan chorvachilikni yemlarni narxi itak qimmat, go'sht tem bo'lib qimmat. Agar biz bularni mana shunaqa ko'rona yo'q qiladigan bo'lsak, o'zi go'shtlarning narxi itak osmonda va bundan-da osmonda bo'ladi. Bu ham to'g'rimi? To'g'ri. Va xuddi shunaqa shag'al, qum va boshqa shunaqa stroyka mahsulotlari, yo plita toshishga mo'ljallangan KAMAZ, dlinomerlar, shalandalar, bular hammasi aynan ko'pincha Soyuz mahsuloti. Va aynan shu mashinalar hozir ko'rona yo'qotilsa, itak bizda qurilishlar sifati past va narxlar yanada oshib, deylik, jabrini butun O'zbekiston o'zini cho'ntagida ham, o'zini shkurasida ham чувствовать qiladi. To'g'ri aytyapmanmi yo noto'g'rimi? Shuning uchun Qo'shtirnoq ichida ekologiyani o'ylayotganlar, yana bir marta qaytaryapman. Xitoy mashinalari bo'ladimi yo boshqa mashinalar, ularni o'sha zadniy moslari, boshqa narsalari bu Soyuz paytida vijdonan qurilgan, vijdonan ishlatilgan metallar kabi tem bo'li O'zbekiston qishloq xo'jaligida ham, boshqa joyda ham ravnatsiyani zaminasi yo'q. Teng o'rnini almasha oladigan texnika hozirgi kunda yo'q. Xitoynikimi, boshqasini olaman deysizlar. Birinchidan narxi qimmat, ikkinchidan bular hammasi faqatgina har bitta poliz mahsulotini yo umuman любой qurilish bo'ladimi? Deylik o'sha chorvachilik va boshqasida hammasini tan narxini yanada oshiradi. Shuning uchun aziz vazirlikda o'tiradigan rahbariyat, ba'zi bir mana bu deputatlar yo ba'zi bir soxta jurnalistlarni men qattiq so'kib, ba'zi tupoy deyishimni ham o'ylaymanki, mana bu hozirgi oddiy primerlarda men sizlarga tushuntirib berdim. Buni qilib ko'rishlaringiz mumkin, lekin oqibatini, zararini butun O'zbekiston his qilganda va alal oqibatda barchalaringiz qarg'ishda qolganda, yaqinda kirib kelayotgan, hatto Ramazonda tutadigan ro'zalaringiz ham, qiladigan duolaringiz ham 0 tiyin, 1 tiyin emas, 0 tiyin bo'ladi. To'g'ri aytyapmanmi? Shuning uchun tushunaman, hammada xatolik bo'ladi. Ekologiya deb bong urib, ko'rona tandirlarni buzish, boshqa narsalarni to'xtatish kerak. Qaytaryapman, kerak bo'lsa men avvalgi videolarimda ham aytganman. Bu xalqning ichida fidoyi insonlar bor. Har bitta vatan degan vatanparvar emas.
Mana shu xalqning ichida agar sizlar to'g'ri muloqot qilaman desalaringizlar, prezident administratsiyasidan boshlab, vazirlik, boshqa kelinglar, o'tirib xalqning vakillari, mana men, men kabi aktivistlar bari bor. Oddiy xalqni oq-vohini eshitinglar. Hech qachon bu yaxshilik olib kelmaydi. Ikki dunyoda ham sizlarga yaxshilik olib kelmaydi. 1000 ro'za tutasizlarmi? Millionta masjid qurasizlarmi? Millionta maktab, bog'roq qurasizlarmi? Hammasi befoyda. Qachonki mana bu oddiy xalqni qaqshatib, mana shunaqa uzoqni o'ylamasdan chiqaradigan qarorlar agar bo'lsa. Shuning uchun hissiyotlarni pasaytirib, hech kimni korona не упадет с вашей головы deydi-ku, boshlaringizdan tojlaringiz yiqilmaydi. Hamma tushunib turibdiki, hamma xatokor. Beayb faqat Parvardigor. Yagona Allohim o'zi nuqsonsiz. Inson borki, biz xatokormiz. Kelinglar, kibrga berilmasdan, asl o'zimizni qora ko'zlarni o'ylab va bizni sharoitimizda kechani kecha, kunduzni kunduz demay, mana shu zil mashinalar bo'ladimi, gaz mashinalari bo'ladimi, deylik yo boshqa mashinalarda odamlarni uzoqini yaqin qilib, kerak bo'lsa o'sha stroy materiallarini, juda ko'p mahsulotlarni baribir mana shular yetkazib beryapti. Va xuddi shunaqa o'sha aytayapman-ku, ba'zi bir ustalar o'zini sanduq, beshik va har xil mebel mahsulotlarini yasab o'zlari olib berishadi. Negaki aynan bu mashinalar baquvvatligi hisobidan. Bitta mana shu mashinalar hozir ko'pi o'ylovsiz chiqarilsa, alal oqibatda butun O'zbekistonga bu katta zararlar olib keladi. Shuning uchun Ramazon oldi. Kelinglar, barchalaringiz Prezident Mirziyoyev, muftiy hazratlari Nuriddin domla, bosh vazir Abdulla Oripov, sizlardan o'tinib so'rayman. Mana shu butun boshli 38 million aholini ko'z o'ngida aytyapman sizlarga. Kelinglar, muloqot uchun bir stollarda o'tirib, kelayotgan ro'zayi Ramazonlarda agar sizlar darhaqiqat ro'zalarimiz qabul bo'lsin desalaringiz, kelajakda jannatlardan umidlaringiz bo'lsa, Alloh rizoligida kelinglar, hozircha vaqtincha mana shu qarorni ijrosini to'xtatib, buni vdol paperyoq, ot ido boshidan oxirigacha, masalan, chuqur o'rganib, juda ko'pchilik orasida, xalqning orasida muzokaralar yo'lida to'g'ri bir zolotaya serjedina, oltin o'rtani topaylik. Men aytgan omillar hech qaysi biri hazil gaplar emas. O'sha aytganim, men sayda 5 kishi aytdim. Vaholanki mana bu kommentariyalarda o'qisalaringiz, nikkalab, 13talab, 10talab oilalari bor. Men ito sredniy sifra 5 kishi deb oldim. Vaholanki o'zbek oilalari katta oilalar. Mana kommentariyani o'qinglar. Aka, men zil mashinamda 12 kishini boqaman. Mashinam 75-yil edi. Nima qilaman? Men ham javob beryapman. Kechadan beri halovatim yo'qolgan o'zimni. Shuning uchun befarq bo'lmaylikda, janob muftiy, bu sizga ham taalluqli. Sizlarda ozgina bo'lsa ham hadislardan, boshqa narsalardan daraklaringiz bor. O'ylaymanki, xalqni manfaatini o'ylaysizlar. Yana bir SMS. Ming rahmat bolalarim, shu masalani ko'taribsiz. Meni 800 ming pensiyam gaz bilan sizga yetmaydi. Shaxsiy Jigulimda taksi qilib ro'zg'or tebratib turardim. Endi bir sumka zo'r uyda o'tiribman. Bunaqa odamlar minglagan. Kelinglar, bir ratsional o'ylab, buni juda ko'p yechimlar bor va kerak bo'lsa mana meni nomerlarim pastda ham kommentariyada bor. Iltimos, befarq bo'lmaylik. Mana shu petitsiya yo pastdagi har bitta mana shu ikkita rolikdagi kommentariyalarni o'qib, to'g'ri xulosa qilinglar. Agarda kelajakda Allohning rahmatidan umidlaringiz bo'lsa. Okalar, hamma narsaga mana shu 1975 sabab bo'libdi. Mashinani sostaniyasiga qarab olganmiz shu paytgacha. Mashinada hech qanaqa muammo yo'q. Maydalanishga noloyiq mashina edi. Lekin o'sha gapim, mashinamni ham yo'q deb qo'ydim, ko'chada bulardi. Zaharli tutuni ham yo'q edi. Sababini takomillashtirib, injektor qilib qo'yganda. Shunchaki jalka. Hozir masalan, mana shu texnikam bitta, shu texnikam bor. Shu texnikam bilan farzandlarimni ertalab bog'chaga aytaman, olib kelaman. O'zim tadbirkorman, akvachiman, akvasexim bor. Akvaga ham shu mana bag'aj qo'yganman, bag'aj o'rnatganman, shu bilan tirikchiligim shu bilan. Yaqinda keladigan Ramazon oyida butun boshli xalqimizni xursandchilik va Ramazondan keyin qo'shma-qo'shma keladigan ketma-ket Ramazon bayrami va Navro'z bayramiga munosib bir hadya qilaman desalaringizlar, bu qarorni ijrosini to'xtatib, hammasini ot ido o'rganib, o'sha takliflar birinchidan ularni texas motordan o'tkazib, mayli bitta yarimta ichida nosoz bo'lishi mumkin, lekin qolgan yaxshi ishlaydigan mashinalarni butun boshli nimaga ko'r-ko'rona yo'q qilishga mutlaqo qarshimiz. Negaki bu narsani qilsa, yillar davomida o'zbek xalqi o'zini cho'ntagida, o'zini shkurasida buni jabrini ko'radi. Shuning uchun sizlardan o'tinib so'rayman, Allohning nomiga sizlardan o'tinib so'rayapmanki, pastdagi kommentariyalarni o'qib, petitsiyalarga qo'shilgan odamlarni bu qaror bekor qilinsin haqida to'g'ri tafakkurlar qilib, kelinglar bir muloqot qilaylik, xalqimizning dardiga sherik bo'lib, yangi O'zbekistonda, yangi uslubda to'g'ri qarorlarni muloqot orqali yechimini qilib, otanga balli deb ikki tomon roziligi yo'lida kuchlarimizni birlashtiraylik. Mana shunaqa gaplar, aziz muxlislar, befarq bo'lmanglar. Pastdagi kommentariyadagi petitsiyani qo'llab-quvvatlab, qaror bekor qilinsin deganga ko'proq like, kommentariy yozinglar va o'ylaymanki, O'zbekiston rahbariyati bu videolardan to'g'ri xulosa qilib, men kirgizgan takliflar yo sizlarda agar takliflar bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyalarda yozinglar, toki oltin o'rnini topib, mazlum bo'lib qolgan oddiy xalqimiz jabrini ko'rmasin-da va katta-katta oilalarni bardavom boqib, qishloq xo'jaligi ham baraka topsin, shofyorlarimiz ham baraka topsin va O'zbekiston rahbariyatidan ham Alloh rozi bo'lsin degan xulosaga barchamiz kelaylik.
barchalarimizni ibodatlarimiz Alloh o'z dargohida qabul aylasin deya, ro'zg'orlarimizga tinchlik barakot tilagan holda, bozorlarimizda narxlar arzon bo'lsin deya, Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum.